Dahshatli Darknet saytiga kirib, bizga yana qanaqa yangi dahshatli klon kelishini va bundan oldingi qismda topilgan o'lim daftari aslida qanaqa kuchga egaligini bilib olamiz. Va qani ko'ramiz. Bu qismda biz Sardorni topa olamiz. Bunaqa savollarga javobni esa videoni oxirigacha ko'rsanglar olasizlar. Yo! Varolab ochgan balki. Darknet 4-qism. Klonlarning boshlig'i kim? Va aynan mana shu video uchun shunaqa katta dacha olib yana biz yig'ildik. Va endi bo'lmasam, dachani ichiga kirib, mana shu hamma ishni boshlaymiz. Ketdik. Nima? Ovozi Voy, nima bilan nega yig'layapsiz? Men qo'rqaman, yig'lamang bilan. Nima bo'ldi? U miyamda ovoz eshitilyapti. Qanaqa odam eshitdingiz? Qanaydir xat, bir bo'lon, nimadir, kitob. Xat? Ha. Tashqariga. Shoshma, oldin chiroq yoqaylik, chunki uyda nima o'tgan ko'rib turishimiz kerak. Maqsud davada tez chiqaylik. Ketdik, bo'ldi, tashqarida yo'q. Yoz usha oladi u yana tashqarida. Kim ish oladi? Qanaqa qildi? Sug'ishga. Shoshma, qani? Voy, stop, eshitasan? Qadam ovozi keldi. Ol. Yo'qmi? Slendermanmi bu? Yo'q, men 5 metr bo'yi. Yo'q. Chikko emas, Slenderman desak, o'zimiz uchun-a? Hech kim yo'q, o'chotda. Brat. Derazani yoping. Brat, nima qolasiz? Brat, nima qolasiz? To'miqir bo'yinso'ga. Welcome, secure. Qarang, gamitaga qarang. Yurganiga kim ahamiyat qaratdi yurganiga? Ahamiyat qaratinglar yurganiga? Cho'loqlarni vazigina. Qiynalib yuryapti. Katta foizlar bilan u haqiqiy bilan bo'yi unaqa uzun emas. Ko'rdingizmi? Klon pastda-ku. Bu qanday chipiga chiqoldi bu? Voy, bu bo'yi baland. Qanaqa qilib bunaqa tez harakatlanyapti? Ket. Nozik joyi. Bu chikkoning nozik joyi ekan. Bilsan nima qilish kerak uni? Nima qilish kerak? Yo'q qilish kerak uni, sinsa. Nozik joyi bormi ekan? Bunday qilma. Davay. Voy billah. Men atalab qilganim yo'q. O'zi bilib mana qildi. Agar kim qassos o'laydigan bo'lsa, menda ko'p sabab qassos olish kerak. Yoz gambitam qani? Gambitam yo'q. Ya onasini en Yo'q. Bu yana keladigan klonlarmi shunda? Demak, shunda atik 3 ta klon emas. Demak, klonlar ko'p. Oy! Bu degan Darknet juda ko'p obunachiga erishdi. Mana bu yerda esa bizdan yana bir yangi videomizni ko'rishingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha